Erkaklar sovg'a olishganda odatda boshqalarga qimmatbaho sovg'a olishadi-yu, lekin ayoliga kelganda eng arzon sovg'ani olishga harakat qiladi deydi. Bor bu narsa, haqiqatda bor. Aslida bu eng noto'g'ri narsa. Masalan, qarang, qurbonlik, mana hademay qurbonlik mavsumi kelib qoldi. Haj hayit kunlari, demak qurbonlik qilinadi. Qurbonlik degani quruba fe'ldan olingan, Alloh taolaga yaqin bo'lish maqsadi, g'oyasi shu. Payg'ambar alayhisalom hadislarda aytadilarki, "Azzimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Qurbonligingizni ko'rkam qilinglar, katta, sog'lom, chiroyli bo'lsin. Chunki uni minib sirot ko'prigidan o'tasizlar dedilar. Kasal hayvonlar, nuqsoni bor hayvonlar qurbonlikka yaramaydi. Biz odatda ehson qilamiz desak, bir pachka pulimizni olib eng eskisini tanlaymiz-ku. Xuddi shunga o'xshaydi. Qurbonlikda ham, ehsonda ham, ayolga sovg'a olganda ham eng arzon, eng eskisini, eng maydasini tanlash bu bizning xatoyimiz. Bizning xatoyimiz. Aslida mana qurbonlikning maqsadini, mantiqini qarang, eng yaxshisi bo'lsin deyapti. Alloh taologa oyat ham keladi. La yanalullohu luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Sizning qurbonligingiz go'shti ham bormaydi Allohga. Uning qoni ham bormaydi Allohga. Sizning taqvoyingiz boradi. Ya'ni niyatingiz boradi. Qaysi muhabbatda qilyapsiz? Xuddi shunday ehsonda ham eng yaxshisini ehson qiling. Xuddi shunday zavjangizga ham eng yaxshisini qiling. Chunki payg'ambar alayhisalom hadislarini o'rganganimizda ehsonni kimdan boshlashni aytadilar-da, oilangdan boshla deydilar. Oilangdan.